Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan gaplashamiz. Oldin sutdan tvorogni ajratib olamiz. Ham magazinnikidan ham arzon, ham foydali bo'ladi. Keyin yana sutdan sir tayyorlab olamiz. 1 litr sutdan ham tvorog, домашний ham sir tayyorladik. Oshxonalarni tozalab, bolalardan xabar olamiz. Biror joyga o't qo'yib yuborishmadimi? Yo'q, aqlgina bo'lib o'ynab o'tirishibdi. Endi ishlarimizni boshlaymiz. Jim o'tirgan payti qilib olmasak, keyin umuman ish qildirishmaydi. Sizlar ham bolalar shunaqami? Hamma joylarni artib tozalab, changlarni tozalab olamiz. Bilasizlarmi, hayotda yashash tarzimni o'zgartirganimdan keyin umuman qiynalmay qo'ydim. Oldingi hayot tarzimdan ko'ra ancha o'zgarish bo'ldi. Hech kimdan hech narsa kutmay qo'ydim. Sizlar ham shunaqa hayot tarzinglarni o'zgartirsanglar, hech qachon qiynalmaysizlar. Hech kimdan yaxshi gap ham, yaxshilik ham, hech qanaqa narsa kutmay qo'ysanglar, hayotlar yengillashadi. Chunki hamma o'zida borini beradi sizlarga. Hamma narsani Allohdan kutish kerak. O'zlaringizni qiynalganlarsiz qoladi. Nimaga men unaqa qilmadi? Nimaga men yaxshilik qiluvdim, qaytarmadi? Men yaxshi gapiruvdim, menga yaxshi gap bilan javob qaytarmadi. Bunaqa savollar bilan o'zlaringizni qiynaganlarsiz qoladi. Shuning uchun hammasini Allohga havola qiling, tavakkal qiling. Hech narsani o'ylamasdan qo'lingizdan kelgan yaxshilikni insonlarga qilib, lekin javob kutmang. Javob beradigan insonlar kutmasangiz ham javob berishadi. Bu orada hamma ishlarimizni qilib bo'lib, kayfiyatni ko'taramiz. Bolajonlarimga pitsa qilib berdim. Pitsa pishishini kutamiz. Ortib qolgan masalliqdan lavash xamiri o'rab qo'ydim. Mana pitsamiz tayyor. O'g'lim yeb baho beradi.